İşçimiz, yana içimiz. Bar yo'qdan bir yo'l ilok içimiz. Og'rimamda hey, ahmaq bandilar. Bu aziz jinimiz, g'oyichimiz. Ne bizlarga yo burundan mı rasmu? Meyxumar bizden zade yanmasmı? Günler boyu işçimizge ihlas mı? İşçimiz yana içimiz. Ayrılmaydan sağlam ne? Unutup yaşayaman ne? Koca dermandı kabriga terk etme. İşçimiz yana içimiz. Bar yo'qdan bir yo'l ilok içimiz. Og'rimamda ey ahmaq bandilar. Bu aziz jinimiz, g'oyichimiz. Mey bizlarga yo burundan mı rasmu? Meyxumar bizden zodi yanmasmı? Günler boyu işçimizge ihlas mı? İşçimiz yana içimiz. Çayımız hava olsa, peşimiz kabak olsa, bilmedik sabah dursa, qaysi maqsad yetimiz? Hammamizga ma'lum, xalqimiz tarixdan buyon san'at suyar xalq. Chunki xalqimiz tarixdan buyon razillik bilan kurash qilib, güzellikka intilib kelgan, muhabbat nabirda iniq bo'lgan ulug' bir xalq. Ular güzel dünya yaratishdagi arzu armonlarini, ish faoliyatlarini san'at orqali ifodalab kelgan. Demak, san'atkorlar o'z xalqining ko'ngil sirini izhor qiluvchi, o'z xalqining dili va tili. Shuning ishinglarki biz san'atkorlar sizlarni faqat sizlarni suyamiz.